Hey, kelin poshsha, bu yoqqa keling qani. Labojon, O nimaga svetlarni yoqib yuribsiz? kechirasiz, hozir o'chirib qo'yaman. Kelin poshsha, Labojon, o nima uchun zaryadnikni to'pga tiqib ketgansiz? Dadangiz elektrosetka ishlaydilarmi? Bularni pulini kim to'laydi? oyijon, bizani uyimizda quyosh panellari bor. Biza svetga pul to'lamaymiz. Naborot svet bizaga pul to'laydi, bilasizmi? Ha, bilaman. Bir qarish tiliz borligini ham bilaman. Oyijon, siz keling, mana Solar Energy degan kompaniya bor. Bizni ham uyimizga quyosh paneli o'rnataylik. Biza pul to'lamaymiz svetga. Naborot davlat bizlarga pul to'laydi. Ha, qani bir olib boring qani ko'raychi. Bo'ldi, o'tib keting. Bizning Maden Solar Energy Buxoro kompaniyamiz Parij domda 40 kilovatli quyosh foto elektr stansiyasini qurib bitkazdik, hozir ishlayapti. Opajon, agar siz bizning xizmatimizdan foydalanib, uyingizda quyosh panellari o'rnatsangiz agar, uyingizda svet mutlaqo bepul, undan tashqari katta daromadga ham ega bo'lasiz. Biz o'rnatib bergan quyosh panellarimizga 30 yil kafolat beramiz, invertorlarimizga esa 10 yil kafolat beramiz. Undan tashqari bizda servis xizmati mavjud. Servis xizmatimizga 5 yil kafolat beramiz. Dugonajonlar, bugungi gapni hisobim mendan. Uyimga quyosh panellari o'rnatdim, pul ishlayapman. Pochinni sizlardan qilaman.